Navbatdagi ikkinchi krioperinozimiz bu qizimizning yoshlari bor yo'g'i 22 da. Bular bizga murojaat qilishganda 21 yoshli qiz edi, lekin 1 yil turmushi 1 yil bo'lganiga qaramasdan tuxumdonli zaxirasi, tug'ma keskin kamligi, bor yo'g'i 2-3 dona antral follikul borligini ko'rib, tezda eko programmasiga kirganmiz va bir dona sifati uncha yaxshi bo'lmagan embrion olgan edik. Bugun voqlik kelib embriologlarimiz eritib, inkubatorda yana ozgina o'stirishdi va bachadonga joyladik. Bu kichkina qizimizga ham omad tilaymiz. Mana shu farzandlarni qo'llariga olasizlar. Plan bo'yicha agarda bunaqa holatlarda embrion onasida qolmasa, agarda to'g'ri bo'lmasa, yana qayta tuxum hujayralarini yig'ib, banking qilib, urug'lantirib, embrionlarni kelajak uchun muzlatib qo'yish mo'ljal qilingan. Chunki agarda bularda to'g'ri bo'lsa ham 2-3 yildan keyin tuxum hujayralar umuman qolmasligi ehtimoli bor. Ya'ni ikkinchi, uchinchi farzandga zaxiramiz kam. Shuning uchun qizimizga omad tilaymiz. Natija bo'lishini kutib qolamiz.